Biz 3 kun oldin loyiha boshlagandik. 1 milliard istig'for deb. Ishonasizmi, qancha bo'lganligini aytaymi? Hali ham to'xtamayapti. Biz botga 1 sekundning o'zida 1,5 ming 2 mingta xabar tushyapti. 1 sekundda. Har bir xabarda 1000 ta, 5000 ta, 10 mingta, 50 mingta, 1 millionta, 100 ming, 200 ming odamlar o'qiyapti. Ertalab bomdoddan keyin bir qo'y so'yib ehson qildik shu ishimiz uchun. Yo'lda kelyapman, bir narsani ko'rdim. Ko'p bir nechta joyda ishga ketayotgan ayollar qo'lda tasbih ketyapti. Rasmga olib bo'lmaydi uni, rasmni olay desam ayol kishini olmayman rasmga. O'z ko'zim bilan ko'rib shunday quvondimki, alhamdulillah, xalqimizning ixlosini qarang. Tasbih ko'tarib olgan ayollar ishga ketishyapti piyoda ko'chalarda. 2-3 ta joyda yo'lda shu narsani ko'rib guvoh bo'ldim. Yosh bolalar 3 yosh, 4 yosh televizorga kelyapti istig'forga. Sanab aytayapti, onasi, otasi video olib tashlayapti. Millionlab istig'for. 1 milliard degandik do'stlar.